Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda biz Blenderning to'g'ri versiyasini boshlab olamiz har doimgidek. Endi bugungi darsimizda yuqorida ko'rib o'tirgan videomiz kabi suvni aksini, ya'ni harakatlanish yo'nalishini ko'rib o'tamiz. Buni biz Blenderda amalga oshiramiz. Qani boshlaymiz. Avvalo bizga kerakli bo'lmagan obyektni o'chirib tashlaymiz, ya'ni X tugmasi bilan va undan so'ng biza asosan yuqoridagi funksiyalardan shading bo'limiga o'tamiz. Bu yerda asosiy maqsad biz qilmoqchi bo'lgan animatsiyamizni asosiy, ya'ni bu yerda amalga oshirishimiz mumkin. Va Shift A tugmasini bosib biz plan qo'shamiz va bu yerda new tugmasini bosamiz, chunki bu yerda yangi shading qo'shiladi. Endi biz bunga nom beramiz, ya'ni suvning aksi. Suvning aksi. Bu shadingga nom berib oldik. Endi keyin qiladigan amallarimizdan biri biz asosan bu yerda shading bilan ishlaymiz va undan tashqari sizga har doim aytib o'taman, har bir videoda, ya'ni siz qilayotgan animatsiya real ko'rinishda chiqish uchun har doimgidek, ya'ni render properties, render sozlanmalarida EV dan Cycles ga o'tkazib qo'ying. Agar sizni qurilmangiz GPU kompyuterni qo'llasa va unga ham o'tganingiz ma'qulroq. Endi qiladigan amalimiz, biz hozir Principal Beast'ni o'chirib tashlaymiz, chunki bizga hozir bu kerak emas. Obyektimiz qora shaklga keladi. Endi biz bunga animation qo'shamiz. Shift A tugmasini bosib va shading bo'limida animationni bosamiz. Endi va buni bog'laymiz. Ko'rganingizdek o'zidan nur tarqatadi. Endi shuningdek, biz unga Vernoid texture qo'shamiz. Shift A tugmasini bosamiz, texture va Vernoid texture. Mana qo'shdik. Endi biz distance-ni, ya'ni color ga bog'laymiz. Va ko'rganingizdek bu yerda obyektimizda qoradonlar hosil bo'ldi va endi keyin qiladigan ishimiz buni bosib kopировать qilamiz. Shift D tugmasini bosib va biz buni kopировать qildik. Endi va buni bog'lashdan oldin biz, ya'ni mix qo'shamiz. Shift A, converter va mix. Va buni bog'laganimizdan so'ng keyin qiladigan amalimiz bu distance-ni B ga olamiz va floatni color ga o'zgartiramiz va biz faktorni, ya'ni 100% ko'taramiz. Buni qaytadan bog'laymiz, ya'ni bog'lanish amalga oshmadi va bu distance-ni ham B ga bog'laymiz va resultni color ga bog'laganimizda va ikki xil o'lchamda ko'rinishda chiqadi va undan tashqari biz scale ni o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Va 30.1 buni ham qo'lda yozib, ya'ni 31.1 ga keltirib olamiz. Bizni sahnamizda qora dog'lar, ya'ni ko'rinishi kengaydi va shuningdek biz bunga yangi ko'rinishlar qo'shishimiz mumkin va biz 3D dan 4D ga o'tkazamiz va buni ham 4D ga o'tkazamiz. Buni ham ko'tarishimiz mumkin ozgina. Hozirgi vaqtda shunisi yetadi va undan keyingi amalimizda buni ham yuqoriroq ko'taramiz va F1 ni smooth F1 ga o'tkazamiz. Buni ham smooth F1. Endi keyin qiladigan amallarimizdan biri biz bunga, ya'ni value qo'shishimiz kerak. Shift A value va buni scale ga qo'shamiz va buni ham uchini ham scale ga bog'laymiz va biz bosib turib F2 ni bosamiz va bunga nom beramiz, ya'ni o'lcham degan. O'lcham va bunga nom berdik. Endi buni ko'tarib olamiz. Ya'ni ikkita Vernoid texture-ni birgalikda avtomatik jihatdan buni ko'tarishimiz mumkin, ya'ni value ni qo'shganimiz bilan birga va bundan tashqari Shift bilan ko'paytirib buni bosamiz va ya'ni buni smoothniga bog'laymiz. Va buni ham smoothniga bog'laymiz. Va buni nomini esa F4 bilan bosib tekislik deb nom beramiz. Va buni ham, ya'ni biz tushirib olamiz sonini. 0 ga yaqinlashtirib olishimiz kerak. Va shuningdek, buni tushirib olganimizdan so'ng va tepadagi o'lchamni ham biroz tushirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qora dog'larni biz kattartirishimiz kerak. Shu bilan birga Shift tugmasini bosib pastga tushiramiz. Biz buni endi
valuesini randomnessga bog'laymiz. Ikkala qismini ham. Va buni ham F4 bilan nom beramiz, ya'ni bunga nom beramiz, ya'ni tasodifiylik. Va buni ham biroz ko'tarib olamiz. Endi shuningdek, smoothnessga ya'ni add qo'shamiz. Math qo'shib bog'laymiz. Endi shuningdek, buni miqdorini biroz tushiramiz, ya'ni 0.2 ga tushiramiz. Hozircha ko'rinishimizcha unchalik yaxshi holatda emas va biz bu difference, ya'ni biz buni mixdan difference ga o'tkazishimiz kerak. Va ko'rganingizdek, bizning holatimiz juda ham keskin tarzda o'zgardi. Ko'rinishimiz har xil teksturalar hosil bo'ldi va biz buni ko'rinishga keltirib o'zgartirishimiz ham mumkin. Masalan, scale-ni shu holatda bo'lsa va buni biroz tushiradigan bo'lsak, mana shu holatda yetadi va buni ham biz biroz tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda yetadi. Endi strength bo'yatganimdek biz buni biroz ko'taramiz, chunki bunga nur berishimiz kerak ozgina. Masalan, va shu holatda yetadi. Endi ikkalasini biroz surib olamiz va bunga biz ya'ni color ramp qo'shamiz. Ya'ni color ramp. Mana bog'ladik va biz buni biroz olib kelamiz bu yoqqa va plus qo'shib buni rangini qora qilib tushiramiz va biroz olib kelib va oqni ham suramiz. Ya'ni ko'rganingizdek bir ajoyib holatga kelib qoldi. Bizning ko'rinishimiz va ko'rganingizdek linerdan B-spline o'zgartiramiz. Va yana bundan farq asosan ko'rgan bo'lsangiz, bu yerdagi chegaralar xuddi ya'ni bu qora bilan oqni aralashgan ko'rinish olib keladi. Endi surib olsak ajoyib ko'rinishga ega bo'ladi. Va bundan tashqari biz shift qilib tepaga ko'taramiz va buni biz evaluatsiya deb nom beramiz. F4 tugmasini bosib evaluatsiya va evaluatsiyani biz qayerga bog'lashimiz kerak? Asosan biz W ga bog'lashimiz kerak. Ya'ni buni harakatini animatsiya ko'rinishga keltirish asosiy shu, ya'ni evaluatsiya bajaradi. Mana biz buni o'zgartirganimizda ko'rganingizdek, mana yuqori ko'tarib har xil shakldek ko'rinishda keladi. Bizga asosiy jarayon mana shu holat kerak edi, ya'ni suvning yuzasida harakat asosan. Va shuningdek, hozircha shu yetadi. Bizning asosiy ko'rinishimiz shu holatda bo'lishi kerak, ya'ni shadingda. Va endi biz shadingdan layoutga qizib olamiz. Ko'rganingizdek, hozircha hech narsa o'zgarmadi, lekin biz bu material propertiesga o'tamiz. Suvning aksidan tashqari, ya'ni bu tugmani bosishingiz kerak. Bu xuddi shu obyektdagi xususiyatni saqlash vazifasini bajaradi va endi biz buni o'chirib tashlaymiz. Undan so'ng bunga yangi funksiya qo'shamiz. Bunga ya'ni yer deb nom bersak bo'ladi va principal BSTPdan diffuse ga o'tkazamiz va roughnessni 0 ga tushiramiz. Endi qiladigan amalimiz, biz bunga Shift A tugmasi bilan, ya'ni yorug'lik qo'shishimiz kerak. Spot qo'shamiz va uni biz ya'ni GZ tugmasi bilan yuqoriga ko'tarib olamiz. Va biz plane'ni kengaytiramiz. Ko'rganingizdek, foydalangan asosiy unaqani bu ikondan ham o'zgartirib olishimiz mumkin. Va shuningdek, biz endi ya'ni viewport shadingdan render qismiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buni har doim esingizdan chiqmasin, cycles o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Va endi keyingi qiladigan amalimiz, biz yorug'ligimizni manbaini ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rganingizdek ko'paytirdik va biz buni qora holatga tushiramiz. Va shuningdek, biz yangi oyna ochib olamiz vertical split bilan va bu bizning geometry deb qizamiz. Va buni bu holatdan yerdan, ya'ni suvning aksi shaklini qizamiz va hammasini belgilab Ctrl C tugmasini bosib kopировать qilamiz. Va copy qilgandan keyin biz buni yana yer qismiga qizib olamiz va yorug'ligimizni tanlaymiz. Use nodes va Ctrl V. Mana o'tdi. Endi biz buni qayta tanlab
propiska o'tkazib biz yer qismini qisib qo'yamiz va buni tanlagan holda o'chirib tashlaymiz. Buni tanlagan holda buni biz o'chirib tashlashimiz kerak, chunki material output bu asosan obyektlar uchun foydalanadi. Light output, ya'ni yorug'likning o'zini outputi bor va biz buni x tugmasini bosib o'chirib tashlaymiz. Emission'ni surface ga bog'laymiz va buni ham o'chirib tashlaymiz. Endi biz yana bir narsani yodda tutishimiz kerak. Bu amaliyotni bajarishda biz asosan bu teksturlarni o'zini shunday holatda qo'yishimiz yaxshi, ya'ni amalga oshmaydi ishimiz va bunga yangi qo'shimchalar qo'shishimiz kerak. Ya'ni Shift A tugmasini bosgan holda topishimiz ham mumkin, ya'ni texture coordinate deb bosamiz, mana topdik va biz buni topganimizdan so'ng endi oxirida sizga tushuntirib o'taman nima uchun buni qo'shayotganim sababli va yana bir qismi bor buni qo'shishimiz kerak, ya'ni mapping. Mana mapping bor. Buni normal qismini vektorga bog'laymiz va bu vektorga va shuningdek ikkinchi vektorni bunga bog'laymiz. Mana ko'rganingizdek, bizni bu yuzamizdan, ya'ni yer qismimizda yorug'likdan tushayotgan yorug'lik biz boshda tayyorlangan tekstura sifatida akslantiradi. Ya'ni buni qo'shishimiz sabab bu jarayonni normal ishlashda asosiy vazifani shu ikkita omil, ya'ni ikkita funksiya asosiy qism sifatida bajarib beradi. Va bu yerga o'tib biz yorug'likni yana biroz ko'tarishimiz mumkin. Va ko'rganingizdek, bu shu bilan bu yetarli emas va bundan tashqari biz bu objectdan world qizamiz. Va o'tganimizdan so'ng biz ko'rganingizdek background bu yerda asosan qora rangda va bunga asosan boshqa funksiya qo'shamiz, ya'ni Shift A tugmasini bosib shadingdan volume scatter'ni bosamiz. Mana buni biz emission o'chirib tashlaymiz. Backgroundni va volume'ga bog'laymiz. Bu yerda nur chiqarmaydi, chunki sababi bu yerda zichlik, density juda ham yuqori va biz buni 0.1 qilib belgilaymiz. Va zichlik tushirganimizda ko'rganingizdek, va buni outlinerni o'chirib qo'yamiz. Va ko'rganingizdek, ya'ni yorug'lik xuddi suvni yuzasiga, ya'ni suv ichiga tushib yerga o'z shaklini, suv aksini ko'rsatgandek ko'rinyapti. Va biz buni worlddan obyektga o'tamiz. Va stress orqali biz ham yorug'lik ko'tarib olishimiz mumkin biroz, yoki yorug'lik manbasini biroz ko'taramiz. Juda ham yuqori ketdi va biz buni tushirganimiz yaxshiroq ekan. Endi bu yerda qo'shgan har bitta funksiyamizdan, ya'ni yaxshiroq foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu evolyutsiya o'zgartirganimizda xuddi ko'rganingizdek, mana xuddi suvni harakatini, ya'ni tabiiy harakatini ko'rsatib beradi. Ya'ni daryoda suv oqqanda va suv tagida yerga qarasangiz, xuddi suvni harakatini aks etib suv tagida yorug'lik va suvning qaytishi qismlarini ko'rsatadi. Xuddi o'shanga o'xshab, ya'ni biz qo'shgan evolyutsiya volume qismida mana shuni, ya'ni bu biz asosiy animatsiyamizni amalga oshirishimiz mumkin. Va endi biz shu bilan birga Shift A tugmasi bilan bunga, ya'ni maymuncha monkini qo'shamiz. Shu bilan birga Ctrl Alt number tugmasi bosgan holda ham va bu yerda kamerani tanlaymiz. Buni insert frame qilib olamiz. Va biz buni biroz o'zgartiramiz. Va shu bilan insert keyframe qilsak, ko'rganingizdek, ya'ni bizning suvimiz harakati biroz o'zgaradi. Yana shu bilan birga yana bir jihat qo'shishimiz kerak, ya'ni obyektni qo'shamiz va buni grab execute qilsak ko'rishingiz ham mumkin. Entigmani bosamiz va biz tanlangan maymunning asosiy ko'rinishi, ya'ni asosiy holati shu holatda va kamera qazib biz focal lengthni biroz kengaytirib olamiz va yorug'likka o'tkazib maymunni tanlab olib birinchi kadr bo'limiga, ya'ni I tugmasini bosib belgilaymiz va shu bilan birga 40 ga kelganda ham va GZ tugmasi bilan biroz pastga tushiramiz va I tugmasini bosamiz. Endi o'sha songa kelib GZ bilan va biroz ya'ni yuqori ko'taramiz va I tugmasini bosamiz va har 120 da maymunni GZ bilan pastga tushiramiz
va I tugmasini bosamiz va 160 ta esa va yana GZ qilib yuqoriga ko'tarib I tugmasini bosamiz va 200 ga borganda ham GZ bilan pastga tushiramiz va I tugmasini bosamiz va oxirida 240 ta GZ bilan yuqoriga ko'tarib I tugmasini bosamiz va ko'rganingizdek bizning animatsiyamiz tayyor bo'ladi. Va buni oddiy holatda ham ko'rishimiz mumkin, ya'ni suvni xuddi aksi paydo bo'lyapti yerda va shu bilan birga maymun biroz suvda qalqib turganga o'xshagan holda turibdi. Ya'ni bu yerda birorta qismini o'chib turgan holda ham maymunning harakatini sekinlashtirishimiz mumkin va bu hol bizga uncha muhim emas. Va shuningdek shaderga o'tamiz. Biz spotni tanlab va color rampdan bunisi tanlaymizda rangini biroz o'zgartiramiz. Ya'ni xuddi suvda suzib turganga o'xshagan holatda amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. F tugmasi bilan biz ya'ni G tugmasini ham o'zgartirishingiz mumkin. Bundan tashqari va mana va Ctrl B tugmasini bosib asosiy kadrimizni ya'ni hosil qilib olamiz. Mana ko'rganingizdek xuddi suvda qalqib turgan maymunning kallasini ko'rishingiz mumkin.